Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan o'zimning YouTube akkauntimni obzor qilamiz. Ya'ni buni obzor qiladigan joyi yo'q, lekin shunda ham ozgina qani ketdik unda. YouTube Studio'ga kirib olamiz. YouTube'dan ko'rish sal qiyinroq bo'ladi. YouTube Studio'ga kirdik. Mana asosiga o'tamiz. Jami 11 ta obunachim bor, juda kam. Bo'ladi-yu, endi mayli. Biz bo'laveradi. Tak, keyingi kontentlarga o'tsak, ya'ni qolgan videolarim. 2 dona mana shunaqa musiqa qo'yganman. Bittasi trenddagi Matrushka musiqasi, ikkinchisi Ayolim Homay degan yangi chiqqan, u ham trenddagi qo'shiqlarning biri. Va kontent bular videolar, keyin shortslar ham qo'yganman. 3-6 dona shorts qo'ygan ekanman. Telegram fishkani 4-qismi hozirgina chiqdi. Bu videodan oldin chiqdi. Keyin juda ham kam shortslarim, videolarim ham 6 ta shorts, 2 ta video. Normal boshlanasiga animatsiyaga kiramiz. Mana unda ketdik. Tak, bu da eng sara kontentlarim, ya'ni bular shortslar, eng ko'p tomosha qilinganlarini ko'rsatib qo'yibdi. Eng sara kontent oxirgi tomosha 28 kun ichida. Cat Dancing Funitno degan videom, ya'ni shortsim 1600 ta prosmotr yig'ibdi. Mana. Ikkinchisi bu Telegram fishkaning 3-qismi. Ikkinchi qismi mana shunaqa. U 1002 marta ko'rilibdi. Telegram fishkaning birinchi qismi 75 marta ko'rilibdi, 75 prosmotr. Uchinchi qismimi, ikkinchi qismimi Telegram fishkani 19 marta. Yomg'ir deganda prosta qo'ygandim, u 5 marta ko'rilibdi. Ayolim musiqasi Homay 3 marta, Matrushka esa 2 marta ko'rilibdi. Juda kam. 7 kun ichida esa hali ham o'sha 365 kun ichida ham hali ham o'sha 28 kunga qo'ymadim chunki. Tak, real vaqt 36 tomoshalar 48 soatga teng. Kattasi 22 soat ko'rilgan, общий 22 soatmi shunaqa. Buni tushunmadim. Mayli. Tomoshalar 2900 ming. Hamma videoni umumiy ko'rsatganda nima qilgan? Tak, tomosha vaqti 4-8 soat. Mana shunaqa. Obunachilar 7+7 obunachi kelgandi. Tak, Telegram fishkani birinchi qismida menga 15 ta inson, ya'ni 15 podpishchik qo'shilgan, ya'ni menga obuna bo'lgan. Uchinchi qismida 2 ta, Matrushka musiqasida 1 ta podpishchik qo'shilgan. Общий hisoblaganda 15, 16, 17, 18 ta. Почти 18 ta nima qo'shilgan. Tak, nimaga desanglar 18 ta qo'shilgan, menda 11 ta. Ko'pincha odamlar 6 tashaganman. Menimcha podpishkani 24 dan 11 taga tushib qolgandi. Xullas, o'z ko'rgan vaqtimda qaraganda hajmi qaytgan tomoshalar deydi bu nimaga. Tak, 2 taga teng o'tirgan, lekin bu nimaligini tushunmadim. Tushunadiganlar bilsa aytaverasizlar, bu hali ham ishlamaydi. Bo'tkachiz, sozlana, shunaqa xullas. Xayr do'stlar, meni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obunachim juda ham kam. Shuning uchun keyingi safar, keyingi videoda Amonxon bloger bor, Amonxon. O'shani nimasini, akkauntini obzor qilamiz. Birgalikda qancha podpishchik bor, nima bor. Keyingisi shuni akkauntini obzor qilib ko'ramiz. Hammaga xayr. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lishni unutmang.